Assalomu alaykum, dehqonlar, yaxshimisizlar? Mana poliyamiz, shu videolarni qo'yib bo'layotgan joyimiz 42 so'tlik joy. Qultmoylarimiz tugadi, endi rostmana tugadi hosillari. Terim qildi anchagina. Hop, endi mana umumiy qancha rasxod bo'lgan, qancha daromad bo'ldi, shu haqida ozgina ma'lumot ham beramiz. Hozir mana suv beraman, mana kapingda mana ovoz ham kelayotgandir. Endi mana tanoblarga ishlaymiz, endi ko'chatga ishlaymiz, xudo xohlasa. Ko'chat o'sha yerda bo'sh joy gaplashdi, egasidan so'rab turibmiz. Endi berib qolsa, mana shu yerga bunday durga qilib tanobdan ko'chat qilamiz, xudo nasib qilsa. Umumiy bu 42 so'tlik joyimizga 70 million atrofida xarajat qilganmiz. 12 emas, go'ng to'kkanmiz. Hop, ko'chatni 40 millionga olganmiz, 40 million plus minus, endi to'shni emas, shu misol 1 million nari berdadir. Chunki o'tgan yilgi to'shni hozir esimda emas. 12 emas, go'ng solganmiz, kammasini 800 mingdan tushganmikan, shunaqa 400 mingdan go'ngni o'zini olib, Samsungga 750 mingdan tushgan ekan. Samsungga 150 mingdan yuklatib, 200 mingdan toshitganmiz, kammas 750 mingdan kammas tushgan. 7,5 9 million atrofida go'ng to'kkan ekanmiz. Xo'sh, kilonka, mana kilonka, Rossiyaning kilonkasi mana. Orqasi oq kilonka, 3 yillik kilonka, metrini 2 ming so'mdan olganmiz. Buni 6 millionlik kilonka olganmiz. Kapelli kilonka, mana shlankalar bilan 12 millionga tushgan. Endi bu 2 yil, 3 yil ishlaydigan narsa. Mana 40 millionlik xarajatimiz, ektirishimiz ham 10 million atrofida tushgan. Agat-pagatlar bilan. Hop, endi mana ko'chat o'zidan ko'chat berar ekan. U ko'chat rasxodga hisoblanmas ekan. Men tushunishim bo'yicha. Hop, mana hozir tanab chiqayotgan bo'lsa, mana shunday ko'chatni o'zi qoldiradigan bo'lsak, hozir mana yaxshiroq joylarda ko'rsatsak. Bular endi ezilaverib, yuraverib, ezib tashlaganda endi terimchilar iloji yo'q. Bo'ladigan ish u. Hozir mana tanoblar chiqishi boshlagan bitta ko'chatda, mana hozir 2 ta, 3 ta 10 talab ham chiqib tashlagan shekilli. Ular shunaqa tanob ko'chat o'zi bo'lar ekan, ko'chat o'zini qoplar ekan. Ko'chat rasxodga hisoblanmas ekan. Chunki hozir ko'chatni olib tashlasam, o'rniga o'zidan chiqqan ko'chatni eksam, yana o'sha 40 millionlik ko'chatni turibdi hisoblasa endi menda. Yana unga qo'shimcha mana pastimizdan yer gaplashganmiz, bir 2 gektar. Nasib qilsa ham yo o'zidan ko'chat chiqaramiz, yo sotib olarmiz. Uni ham xudo nasib qilsa videolarni qo'yamiz. Hop, biz endi mana kilonkamiz. Kilonka ham 2 yil ishlab beradi. Kapilli sistema. Kapilli sistemani yangilashimiz mumkin. Mana tanob endi yangi tushunmaydiganlar, ya'ni qultma ekmaganlar bo'lsa tushunarli bo'lsin. Mana shunaqa ko'chatni misol 2,5 mingdan sotib olgan bo'lsak, ana tagida idishi bor. Stakan ko'chatni. Endi shunga stakan qilib qo'ysak bo'ldi bizda ham. Tayyor ko'chat bo'ladi bu. Mana. Bir tutdan o'zidan chiqib kelaveradi bu ko'chat. U ko'chat rasxodga hisoblanmas ekan bu. Mana. Qaytanga bu yana ko'chatdan foyda qilishingiz mumkin ekan. Hozir mashinadan mana 70 million xarajat qilgan bo'lsak, 175 million bilan 180 million orasida sotildi. Ozgina chalkashdim. Shu 167 milliondan keyin 8 millionlik sotildi, bir 7,5 millionlik sotildi. Oxirgi yomg'ir yoqqanda qattiqroq jala yog'di yaqin kunlarda, o'sha ko'p joyda bo'ldi shekilli bu narsa. Sal qultma yumshab qolganidan keyin olib ketgan odam sal ziyon qilib qoldim dedi. O'sha 1 million 800 ming qaytardik. O'shani hisobga ozgina chalkashlik bo'ldi. O'sha bu yoq qo'ysa 175 million atrofida deylik. 175 million atrofida sotildi. 70 million xarajat qilgan bo'lsak, ketgan narsa go'ng bo'ldi bizda. 9 millionlik go'ng ketdi. Kaliy, kalsiy, magniy shunaqa qilib dori berganman. Taxminan bir 7 million. Kuzda bir 5 millionlik olib keldim, keyin yana bahorda bir 5 millionlik oldim. Borganda 10 million deylik. Uni tepilsam ham bergandim. Bu Bolgarskiga ham bergandim dorilardan. Borganda 10 million ketgan bo'lsa, 19 million xarajat. Yine qaytib kelmaydigan xarajat. Go'ng ketgan 9 millionga, dori ketgan 10 millionga, ishchilar ishlash ketgan. Kuzda kishi bir 12 million. Kilonga tortish, kapelni tortish, agatlarni to'g'irlash 12 millionga ketgan bo'lsa, qancha? Go'ng 9 million, dori 10 million, dori 19 million, 12 million ishchi 31 million.
Shu qaytmaydigan narsa. Hop, bu yil ham terdirishda adashmasam bir 10 million xarajat qildik o ishchilarga. Terimda ketar ekan bu narsa, xarajat bo'lar ekan. 41 million, o'sha 41 million rasxod bo'libdi umumiy, qaytib kelmaydigan xarajatlari. Hop, qolgani bor mana turibdi, qolgan narsalar, misol kapelniy sistemamiz ham, hop, qancha hozir kapelni yangilaydigan bo'lsa ham, endi bitta qolayotgan narsa kapelni bo'lyapti. Menimcha bizda filtr bor. Filtr hisobiga yana ishlasa kerak, 1 yil kapelniyimiz. Ishlamasa ham hozir hop 7 pachka kapelni ketadi bu yerga. 250 mingdan bo'lsa qancha hozir 1,5 million atrofida pul bo'ladimi? Ish 1,5 million bo'lar ekan. Hop 42 million, 43 million atrofida o'sha nima bo'lar ekan umumiy xarajatlarimiz. Mana agrospamimiz ham 3 yil ishlaydi deyishgan. Keyingi yilga qoladigan narsa. Endi yana bitta narsasi bor. 40 million hozir xarajat qilgan bo'lsak, 175 million jama sotilgan bo'lsa, 130 million foyda bo'lyapti ekan hozir, xudo nasib. Endi undan tashqari mana ko'chatlardan ham sotsak, balkim yana bir 50 million bo'lar, 100 million bo'lar, 10 million bo'lar, xudoning bergani, Allohning bergani. Uni endi qo'yib boramiz videolarni sekin. Bu sort o'sha Italiyan Alba degan sorti, Toshkentdan olib kelganmiz, ko'chatni, Zavqatdan akadan olganmiz. Yetmay qolganiga Farg'onadan Nuriddin akadan olganmiz. Shunaqa. Kapelniy sistema bilan sug'oramiz. Ishlari ham ancha oson bo'lar ekan. Mana kilonka qilinsa, boshqa ko'pchiliklar aytadi, ish qiyin deydi. O'shanaqa qiyin bo'lgani yo'q bizga. Kapelniyda qilsangiz, misol hozir ariqdan sug'oradigan bo'lsangiz, ekish davrida xuddi loy ichida yurib ekasiz. Kapelniyda qiladigan bo'lsangiz, quruq ekan hisobida ekasiz buni. Oyoq ostiga quruq turadi, tepa agatlar tepasi ho'l bo'ladi, xolos. U hech muammo bo'lmaydi u. Tanoblari ham chiqib yotibdi hozir mana. Endi bularni sekin-sekin ko'chirib nariyoqqa eksak, ko'chat so'raganlarga o'zimizdan ochsa, xudo nasib qilsa qilib beramiz, xudo xolasa, chiroyli qilib.